Assalomu alaykum. Bu videoda mana eski ishlatilgan plastmas turbalarni zapchaslarini ichini tozalab uni qayta ishlatish mumkinmi yo'qmi shunaqa narsalarni reklamada ko'rgan edim. Hozir o'shani O'rozorda bor ekan, sotib oldim. Uni 3 ta razmeri bor ekan. Mana 15, 19, keyingisi hop 18, 24 и 24, 31 ekan. Hozir mana o'sha ochdim. Endi hozir boshqatdan anaqa qilish uchun hozir sizlarga boshdan ko'rsatib beraman buni.